Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa bugun Samarqand Bulung'urda yana bitta obyektimizni ko'rsatamiz. Xudo xolasa 2 kun bo'ldi, bugun 2-kun boshlangan. Qoshlari polni. Ikkitash obyektimizni polni aylantirib, qoshlarni qilib beryapmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Bakamikamiz mokriy, detalimiz oq, devorkamiz mokriy, o'rtasiga yana mokriy palasalar solib berganmiz. Ishimiz orqa tarafdan Muhiddin akamiz boshlashgan, xudo xolasa. Ko'rsanglar bo'ladi. Qoshlarimiz akkuratni chiqyapti. Endi bitta oldi tarafini ko'rsatamiz. Ikkitamiz oldi tarafi. Oldida bitta shunaqa arkamiz bor. Polni qosh aylantirib o'tamiz. Keyin vremikamiz ham ozgina qoshimiz bor. Shularni hammasini olganmiz. Xudo xolasa, mana bu turbalarni ham tushirib beramiz dedik. Yo'q, o'zimiz tushiramiz deyishdi boshida. Turbalarni ham tushirib beradigan bo'ldik, xudo xolasa. Kuzatib boringlar. Xudo xolasa obyektimizni mana bu arkalarni akkuratni qilib bitkazamiz. Bitta bitganini ham qo'yamiz.